Qiz bolaman, 18 yosh, ko'kragim og'riydi. Ko'krakdan sut ajralmay keldi. Bu nimadan? Bunday savollar hozirgi kunda juda ham ko'p kelmoqda, ayniqsa qizlarda. Buning sabablari birinchi o'rinda biz hayot tartibimizdan noto'g'ri olib borishdan. Hozirgi kunda yoshlar juda ham ko'p telefonda o'tirib, kech uxlab, har xil videolar ko'rib, kerak emas natijasida gipofizdan ajralayotgan bezlar noto'g'ri ishlash natijasida kortizol gormoni, prolaktin gormoni oshish natijasida ko'krak bezlaridan sutli ajralmalar, ba'zida suvli ajralmalar kelishi mumkin. Bu esa kelajakda bu qizlarimizda ona bo'lishiga to'sqinlik qiladi va hayot siklining buzilib kelishiga olib keladi. Xo'sh, bunday hollarda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda voqli uxlang, soat kechki 10 da uxlash kerak, chunki gormonlar bir tekisda ishlaydi va prolaktin gormoni ham ishlab ortga qaytadi. Ikkinchidan, stressdan yiroq yurish kerak. Har qanday arzimagan narsalarga stress qilmaslik kerak, chunki bizning nervni kletkalarimiz tiklanmaydigan. Shuning uchun aziz qizaloqlarimiz, aziz singillarim, stressdan yiroq yuring, voqli uxlang. Bunday holatlarda albatta ginekolog, endokrinolog maslahati kerak bo'ladi.